Anchadan beri bunaqa damazlarni qator qilib ishlarini qilmovdi. Ancha bo'luvdi. Xudo xolasa ishlar boshlangan mana. Motor yopib qo'yganmiz. Bu ham xudo xolasa. 10 minutdan motor bu ham. Bu endi boshqa ish bilan. Xo'p, qaranglar akalar. Bu endi ishlar bilan qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Klapim bo'lyapti. Bu damazimizni ham polni motorga olib qo'yganmiz. Xudo xolasa motorlarni tushirib qo'ydi. Eng qizig'i bu yoqda labolarimiz ham bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana boshlandi xudo xolasa. Mana motor. Endi bitta tushuntirib o'taman, sababi mashina ko'p. Faqat labo damaz bo'ldi akalar. Ancha bo'luvdi bunaqa video qilmaganimiz lekin akalar. Kuzatishda mana bu ham bor ekan mana xudo xolasa. Buni ham tushirib qo'yganmiz akalar.